Tarixda qarasak, hamma ulug'larimiz mehnat qilgan, bola chaqasini, ro'zg'orini, ta'minotini o'zlarini zimmalariga olib, ularga yaxshi hayot yaratishga harakat qilishgan. Jumladan payg'ambarimiz alayhissalom ham bolaliklarda qo'y boqdilar. Yigit bo'lib tijoriy ish qildilar. Payg'ambar bo'lganlaridan keyin Madina tashqarisida bog'lari bo'lardi. O'sha bog'dan keladigan daromaddan ro'zg'orlarni tebratardilar. Ashobning ichida boylari bor edi, tijoratchilari bor edi, chorvadorlari bor edi, dehqonlari bor edi. Ular hammalari yelib, yugurib, mehnat qilib, qo'llariga biror narsaga ega bo'lishga harakat qilishgan. Ashobning ichida juda katta, ulkan darajada boy sahobiylar bo'lgan. Qarangki, agar biz xolis nazar bilan qarasak, boy odamni dinga, musulmon ummatiga qilgan xizmatini ulkan ekanligini ko'ramiz. Sahobalarning ichida shundaylari bor edi, boylar. Butun bir askarni, lashkarni qurollantirib, ot bilan, egari jabdug'i bilan, oziq-ovqati bilan ta'minlashga qurb yetadiganlari bor edi. Va shu ishni qilardi. Qo'lida hech vaqosi yo'q odam bitta o'zini kuchi bilan xizmat qilsa, puli bor, davlati bor, moli mulki bor odam minglab odamni jihozlab, qo'shinni rag'batlantirib, ularni nafaqasini berib, shunaqa bir ulkan ishlarni qilardilar.